Real Madridni bu yozda tark etadigan va tark etishi kutilayotgan futbolchilar Jose Mourinho kimlardan qutulmoqchi? Keling mana shuni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Real Madrid akademiyasi tarbiyalanuvchisi Fran Gonzales darvozabonning shartnomasi mana shu yozda o'z yakuniga yetadi va u jamoani tark etishi kutilyapti. Shuningdek, jamoani allaqachon tark etib bo'lgan Dani Carvajal hamda David Alabalar bor. Ulardan tashqari yana jamoani Eder Militao hamda Ferland Mendy ham tark etishi mumkin. Chunki Jose Mourinho aynan jamoaga kelayotganida jarohatdan boshi chiqmaydigan futbolchilardan qutulmoqchi ekanligini Florentino Perezga ma'lum qilgan va ular orasida aynan Ferland Mendy hamda Eder Militaolar mavjud. Shuningdek, jamoa Aurelien Tchouameni hamda Eduardo Camavingani ham sotib yuborishi mumkin. E'tibor bering, Aurelien Tchouameni hamda Eduardo Camavinga nega jamoani tark etishi mumkin? Chunki ular yosh va qimmat narxga, kamida 80, 90, hattoki 100 million yevroga sotilishi mumkin bo'lgan futbolchilar. Ularning sotilishiga sabab, agar yarim himoyaga ulardan yaxshiroq va qimmatroq futbolchi olib kelinadigan bo'lsa, tabiiyki Real Madridga moliyaviy tomondan La Liga qoidalariga ko'ra yordam kerak bo'ladi. Limitlarga tushib qolmaslik uchun shuning uchun ham Aurelien Tchouameni hamda Eduardo Camavinga ham sotilishi mumkin. Lekin bu futbolchilar jamoadan ketishi ehtimoli yuqorida sanab o'tganlardan ko'ra kamroq. Qo'shimchasiga jamoani Dani Ceballos ham tark etadi. Bu ham deyarli aniq bo'lib ulgurgan narsa. U Betisga ko'chib o'tmoqda. Mana shu kelayotgan yozda Leondan Endrik jamoaga qaytishi sababli uning foydalilik ehtimoli Gonzalo Garsiyadan yuqori bo'lgani uchun ham Gonzalo Garsiya sotuvga qo'yilishi mumkin. Sababi uning transferdan ham jamoa yaxshigina pul ishlab olish imkoniyatiga ega. Hamda o'zi jamoaga yangi kelgan, biroq muxlislar qalbidan joy ola bilmagan, o'yini ham unchalik ochilib ketmagan Mastantuononi ham jamoa sotib yuborishi yoki ijaraga berishi mumkin. Hozircha jamoani tark etishi mumkin bo'lgan futbolchilar shular. Tabiiyki birdaniga barcha futbolchi jamoani tark etmasligi mumkin, lekin Florentino Perezni bilib bo'lmaydi. Jose Mourinhoga butunlay tarkibni tozalab, qaytadan yangi transferlarni qilib berishi mumkin. Agar videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying, sababi biz tez orada 100 mingta bo'lamiz.